Dada, men hali bolamanmi? Nega bolam? Vaqt juda tez o'tyapti. Kechagina ilk qadamimdan suyungan edingiz. Bugun esa maktabga boryapman. Yillar o'tayotganidan xafa emasman. Nega bilasizmi? Chunki siz bolaligimni kompyuter o'yinlariga, ish uchun sarflayotgan soniyalarga almashtiryapsiz. Kun kelib, katta bo'laman. Suhbat qurishni istaysiz. Sog'inasiz. Lekin o'shanda menda vaqt bo'larmikin? Hozir bergan qaysi xotirangiz keyin siz bilan suhbatlashish uchun yuragimga signal beradi? Mana shu o'yinmi? Yoki telefon berib, "Jim o'tir" degan oningizmi? Men vaqt o'tayotgandan xafa emasman. Chunki siz kutgan, siz xalaqit bermaydigan katta bolaga aylanyapman. Xursandmisiz, dada?